Jasmina trans qamalganidan keyin o'zbek shou biznesida ham bir qancha o'zgarishlar yuzaga keldi. Jasur Umirov nega Sardor Mamadaliyev bilan urushmoqda? Buni Jasurning razbori bilan ko'rishtiramiz. Jasur olib kelgan odam, Sardor ketgan bo'ldi. Feruza Normatova kimga erga tegdi va uni hozirgi holati qanday? Bu haqida ham sizlarga gapirib o'tamiz. Albatta video tasmalari mavjud aziz yurtdoshlar, to'liq videoni sizlarga taqdim qilaman va malol kelmasa siz ham ikki og'iz fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, Jasur Umirov faqatgina Sardor Mamadaliyev bilan emas, balki boshqa san'atkorlar bilan ham janjallashgan va o'zbek shou biznesidagi urushqoq san'atkor toifasiga kiradigan shaxs. Demak, malol kelmasa bittadan like va fikringizni kommentariyga yozasiz. Kibrli bo'lmasangiz, albatta. Biz esa videoni boshlaymiz. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch va baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugun sinab ko'ring. Natijasini o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Avvalambor minnaming rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Shu kanalga obuna bo'lib kuzatayotgan shaxslar, fuqarolar. Sizlardan juda ham xursandman. Agar siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirda o'zida yaxshilik qiling va bilamizki, insonga yaxshilik qoladi. Xabarlar bo'lsa kerak, Jasur Umirov o'zbek shou biznesining eng urushqoq san'atkorlaridan biri hisoblanadi va bundan oldin ko'plab san'atkorlar bilan janjallashgan va bu intervyularida ham eslatib o'tgan. Anchadan beri Sardor Mamadaliyevni Sardor Mamadali deb gapiradi, yoqtirmaydi va bunga nima sabab bo'ldi? Kelinglar videolarni birgalikda tomosha qilsak. Ey Sardor Mamadali, sen meni o'ldiga chiqarib yuboribsanmi? Qarindoshlarim yig'ilib telefon qilishyapti. O'chirib yubor videoni. Ko'rib qolsam lekin mazzani qochiraman, qara mazzani. Azizlar, yaxshimisizlar? Ana Sardor men bilan adimlardan urushgan ketdi. Duxuga qo'yib qoldim lekin. Ko'rasizlar. Mana. Nima deysizlar? Urushimni yoki tishlab olammi? Jasur Umar, ishlaring yaxshimi Jumagul? Da, kecha video qo'yibsan, mendan xafa bo'lib. Birinchi videoni o'zing chiqarding, ashula aytayotganimizni qattiq qolgan joyingda. Hazillashdim deysan, chiqargandan keyin men hazil qilsam ko'tarmaysan keyin. Jonim keyin qo'llaringni mush qilib muzzeyni qochiraman deysan. Men ursam o'ldirib qo'yaman seni jinni. Qilmagin. Maza qilmadim deysan, sen bir Jahongir Otajonovmiding bir maza qilishni biladigan. Xullas, Sardor Mamadaliyev bilan Jasurning razbori bo'lyapti Moskva restoranida. Jasur olib kelgan odam, Sardor ketgan bu odam. Oxiri nima bo'ladi bilmayman lekin. Rossiya hukumati ko'plab muhojirlarni deport qilishni boshladi. Hazil huzul emas. Endi Rossiyada faqatgina dokumenti borlar eplab ishlasa bo'ladi. Eng yomoni, dokument qilib beradigan ko'plab firmalar ham otarmanga aylandi. Sizlarni o'ylagan maqsadda firmani sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Registratsiya, продление, ya'ni hujjat muddatini uzaytirish, трудовой договор va уведомление. Yanada batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi telefon nomerlariga bog'lanishingizni tavsiya qilaman. Unutmang, hujjatingiz sog'lom bo'lsa, Rossiyada bemalol yura olasiz. Shuncha video qilishiga qaramasdan Sardor Mamadaliyevdan deyarli atvet umuman bo'lmayapti va albatta bu narsa menimcha Jasur akani bettar g'azabiga keltiryapti. Esinglarda bo'lsa kerak, bundan bir necha yil oldin Jasur Umirov bilan juda katta fojia yuzaga kelgan, ya'ni zo'rlangan qiz masalasi, balo-battar va kirib chiqqanligi haqida va bundan keyin Jasur Umirov eski Jasur Umirov pog'onasiga chiqishi
juda qiyin bo'lmoqda va bilasizlarki, bu aynan bu sababli deb ayta olmayman. Umuman Jasur Umirov oldingi davr san'atkori, hozir esa juda ham o'sha trendga chiqishda qiynalanyapti. Balki shu trend sababli Sardor bilanmi yoki boshqasi bilanmi janjallashsam yana trend bo'larman degan fikrda balkim urushmoqchi bo'lmoqda. Albatta aziz yurtdoshlar, fikrni siz berasiz, biz emas. Va eng asosiy mavzu, bu mavzuga deyarli kirmagan edim. Feruza Normatova turmush o'rtog'i va bularning umuman oilasi. To'g'risini aytganda men hayron bo'ldim, kommentariyasini o'qib chiqdim. Feruza oldinlari erga tegmagan paytlarda erga teg degan fikrlar juda ham ko'p edi. Endi o'zidan yoshi kattaroq bolaga turmush qurayotgani ko'plab insonlarni ajablantirdi. Chunki Feruza Normatova deganda bilmayman kimdir xayoliga kelgan shekilli, faqat uni yosh, hali uylanmagan bo'ydoq prins otda kelib olib ketadi deb. Yo'q, yoshi katta san'atkor bo'lganligi uchun yoshi katta insonga tegyapti va bu oddiy holat, u ham oddiy fuqaro. 2-3 ta videosi trendga tushmasa, agar trendga chiqmaydigan bo'lsa, siz bilan biz kabi oddiy ko'chalarda aylanib yuradigan shaxs. Xullas kelinglar, ko'p gapirmaydi, buni ham negativchilarga bo'lgan video izohini sizlarga taqdim qilsam. Gapirsin deb yosh bolani, ya'ni men turmush o'rtog'im farzandlarini ko'pchilik valati zino deb yozib tashlayotgan ekan. Sizlar farosatinglar bormi? Aql idrok qilib yozyapsizlarmi bu gapni? Qanaqa yosh shiringina go'dakka qarab shunaqa gap yozish mumkin? Ularning nikohlari bo'lgan. Endi men u nikohga guvoh bo'lmaganman. Menga shunaqa aytganlar. Oshkora emas, maxfiy nikoh bo'lgan. Nikoh ikki turga bo'linadi, bilasizlar, oshkora va maxfiy. Ularda maxfiy bo'lgan. Men unga guvoh bo'lmaganman. O'zlari aytganlar, shu nikohimda bo'lgan, farzandim bor, valati zino emas, halol farzand. Va men kelganimda u ayol talog'ini bo'lgan, o'sha почти ancha vaqt bo'lib ketgan, ajralib ketishgan. Undan keyingi ayol bilan gaplashib yurgan bo'lsalar, ularda ham xuddi shunaqa maxfiy nikoh va taloq olgan. Shunaqa holat. Men kelganimda o'ylamanglar, hech kim ularni hayotlarida bo'lmagan, na shar'iy, na qonuniy. Men endi ularni inshaalloh qonuniy ayollari bo'laman. Lekin farzandlari zinodan tug'ilmagan. Unaqa birovga, ayniqsa yosh bolaga unaqa tuhmat qilmanglar. Hamma ko'pchilik meni yozib tashadi, yetim qilding bitta yosh bolani, u yoq bu yoq. Iltimos sal o'ylab gapiringlar. Men bularni hayotlari kelganimda hech kim yo'q edi. Maxfiy nikoh bo'lgan bo'lsa, taloq ham tushgan, ajralishgan, o'tda qonuniy ZAGS yo'q, boshqa yo'q, sud bo'lmaydi. Taloq beriladi, ajrashilinadi. Shunaqa holat bo'lgan. Uni ham men tepasida turmaganman. O'shaning uchun men bemalol ishonch bilan meni erim uylanmaganlar deb aytganman. Men ofitsialniy uylanmaganlarini nazarda tutib aytganman. Bu Allohning taqdiri, bu Allohning qadari. Qaysidir ayol bilan o'xshamagan bo'lsa, yo ikkinchisi bilan o'xshamagan bo'lsa, ajrashishgan bo'lsalar, farzand bo'lgan bo'lsa, nimaki bo'lmasin Allohning xohishi. Va men hech kimni bir buzib hayotini buzib kirgan odam emasman. Shunda o'zimni baxtim bilan ovora bo'lib yashayapman. Oyjonim bilan, singlim bilan, Pari bilan gaplashamiz. O'zimizni to'y masalalarini hal qilamiz, o'zimiz ishlarimiz bor, ularni hal qilamiz, yuramiz. Mani kundoshlarim yo'q, asalim. Agar erkak bir ayolga taloq bergan bo'lsa, uni xotini hisoblanmaydi. U erkak bo'ydoq hisoblanadi. Yoki shariatdan tushunmasangiz, borib dars oling. Agar erkakni hayotida o'sha ayollar bo'lsa, yashayotgan bo'lsa, talog'i bo'lmasa, o'shanda ulardan keyingi kelgan ayol bo'lishi mumkin. Ikkinchi xotin yo uchinchi xotin. Lekin taloqdan keyin u erkak uylangan yo xotini bor hisoblanmaydi. Menga tuhmat qilib yozyapsizlar, ikkinchi bo'yatda, uchinchi bo'yatda. No. Meni yerimni xotinlari yo'q. Inshaalloh endinga men bo'laman.
nomiga tegyapsizmi? Unaqasi sizda bo'lishi mumkin, bizda unaqasi yo'q. Biz от души deganmiz. Albatta videoni oxirida sizlarga yana bir xabarni aytib o'tmoqchiman. Turkiyada bilasizlarki, Turkiya prezidenti o'zbeklarni ortiq yabanchi, ya'ni chet ellik deya aytmaymiz. Ular bizni millatdoshimiz bo'lganligi uchun ular ortiq biz kabi degan fikrni bildirib o'tdi va bunga bir necha qonunlar ayni onda imzolanmoqda. Agar bu masalada to'liq, chuqur sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirsangiz, albatta buni ham sizlarga batafsil o'rgataman. Lekin aniq aytamanki, bu xabar albatta o'zbeklar foydasiga juda katta rol o'ynaydi va u yerdagi musofirlar yoki bu yerdan u yerga bormoqchilar uchun juda katta yaxshilik va yangilik bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men bloger Muhammadjon Madiyev. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.